Dasturimizni soliq mavzusi bilan davom ettiramiz. Bugun sohada aholi va tadbirkorlarga qulaylik bo'lishi uchun raqamli texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Shu o'rinda ayni yo'nalishda ham yangi mexanizmlar tatbiq etilyapti. Bu o'z navbatida soliq tushumlarini oshirishga va sohada shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi. Muhim yangilik. Endilikda har bir fuqaro o'zining daromad solig'i, mol-mulk solig'i, yer solig'i miqdori va ushbu mablag'lar byudjetda qayerga sarflanganini onlayn ko'rish imkoniga ega bo'ladi. 2026 yil 1-yanvardan boshlab ochiq byudjet axborot portalida jismoniy shaxslar soliqlari hisobidan xarajatlar moduli ishga tushiriladi. Agar bir oy mobaynida fuqaro tomonidan jami 1.400.000 so'm soliq to'langan bo'lsa, shundan jismoniy shaxslarning daromad solig'i 528.000 so'm, yer solig'i 574.000 so'm, mol-mulk solig'i 346.000 so'mni tashkil etgan. Ushbu mablag'lar hisobidan byudjet xarajatlarining asosiy yo'nalishlari quyidagilarni tashkil topgan. Ta'lim yo'nalishiga 629.000 so'm ajratilgan, ijtimoiy sohaga esa 299.000 so'm, sog'liqni saqlash 273.000 so'm va boshqa sohalarga 247.000 so'm ajratilgan. Ushbu modulni joriy etilishi davlat organlariga bo'lgan ishonchini oshiradi, ularni hisobdorligini mustahkamlaydi va aholini byudjet mablag'laridan foydalanish ustidan ishtirokini kengaytirishga imkon beradi. 2026 yil 1-yanvardan soliq intizomi yuqori va tadbirkorlikni faol rivojlantirayotgan mahallalarni rag'batlantirish uchun eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla nominatsiyasi joriy etiladi. Prezidentimiz shaxsan o'zlarining tashabbuslari bilan har yili shu eng namunali soliq to'lovchi mahalla nominatsiyasini joriy qilish taklifini bildirildi. G'olib mahallaga qanaqa imtiyozlar berilgan? Bu birinchisi tashabbusli byudjet g'olibligini qo'lga kiritgan, ketma-ket 2 marta g'oliblik kiritgan bo'lsa, oldingi tartibda u keyingi 2 bosqichga o'zini nomzodini, ya'ni loyihasi bilan nomzodini qo'ya olmasdi. Ana endi bu yangi qarorga asosan u g'olib bo'lishdan, necha marta g'olib bo'lishdan qat'iy nazar ushbu taqiq, ya'ni ushbu cheklov bekor qilinadi. Yana ikkinchisi ushbu mahallada tashabbusli byudjet loyihasi doirasida qo'yilgan loyiha qiymatining 25% o'sha mahalla fuqarolari tomonidan 25% to'langan taqdirda qolgan 75% davlat byudjeti hisobidan qoplab beriladi. G'oliblar nominatsiyasi bo'yicha dastlabki 100 talikka kirgan mahallalarga davlat byudjeti hisobidan 2 milliarddan har bir mahallaga mahalla byudjetiga pul ajratib beriladi. Bu pul mablag'lari nimaga sarflanadi? Ya'ni shu mahalla aholisining kollegiyalar qarori asosida mahalla infrastrukturasini rivojlantirish yoki biror bir loyihalarni moliyalashtirishga sarflanishi ko'zda tutilgan. Muhim o'zgarishlardan biri mulk va yer solig'idan qarzdorlikni bartaraf etish, soliqlarni o'z vaqtida to'lanishini ta'minlash, mahalliy byudjet daromadlarini oshirishga qaratilgan sinov tajribasi dastlab Namangan viloyatida qo'llaniladi. Xo'sh, u qanday tashkil qilinadi? Endilikda soliq to'lovchilarni, ya'ni jismoniy shaxslar tomonidan soliq qarzdorliklarini undirish bo'yicha ta'sir choralari ham belgilanmoqda. Ya'ni 2026 yil 1-yanvardan boshlab Namanganda eksperiment tariqasida boshlanish belgilanyapti. Ya'niki agar soliq qarzdorligi jismoniy shaxslar tomonidan to'lanayotgan mol-mulk, yer yoki daromad solig'i 1 million so'mdan oshgan taqdirda ularga nisbatan elektr energiyada qo'llanayotgan billing tizimidan foydalanish joriy etilishi belgilanmoqda.